Assalomu alaykum aka. Mebellarni olib keldim. Va alaykum assalom. Kelinglar. Abdumalik mebellarni yechavering. Aka qayerga tushirib beraylik? Ovora bo'lib tushirmay qo'yinglar. Bu mebellar menga yoqmadi. Krassiyasi qandaydir, original chiqmagan. Eng zo'r materiallardan qilgan edim. Kraskasiga kelganda ozgina adashibman-da. Mayli aka, sizga boshqa qilib beramiz. Menga muomala yoqdi. Haqiqiy savdogar shunaqa bo'lishi kerak. Bu mebelda haqqini beraman, faqat qo'shnim to'y qilyapti yaqinda. Bitta o'zi o'stirgan qizini. Mebelni unga to'yini qilib tashlab ketasan. Faqat men berganim indaman. Usta, qo'shnisiga tushirib beramizmi mebelni endi? Kambag'al inson ekan. Bunga mebelni boyni uyiga qanday qilgan bo'lsak, shunday qilib kelamiz. Ketdik. Aziz xush kelibsan. Ishlaring yaxshimi? Rahmat oshna zo'r. Bitta maslahating kerak edi. Shuncha divan qilib mebel qilyapman, kraskasini o'xshata olmayapman. O'z do'stiga to'g'ri maslahat bermaslik anchalik yarashmaydi. Sen bilan ertalab bitta saga o'tib kelamiz. Tayyorlanib tur. Xo'p. Assalomu alaykum. Poluchay magazinimizga xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Toshkent senga aytgan magazinim shu bo'ladi. Uka oshtam olib keldim. Menga beradigan transferdan shu oshtamni ham qilib bering. Necha yildan beri mebel qiladi. Shu transfer kelganda o'xshata olmayapti-da. Tanlab bo'lsin. Uka, shu firmani kraskasini avval ishlatardim. Toshkentga borib, Namanganga borib, boshqa joylarga borib, oxiri zerikib, boshqa firmani kraskasini olsak, o'xshamayapti mebellarimiz. Polchen firmasi Andijonga ochilib qoldi. Endi pastdanmi shu yerga kelib olib ketamiz. Rahmat aka, oshna, senga ham katta rahmat. Shu yerga olib kelganing uchun. Mebellar endi zo'r chiqadi. Qani, ishlab ko'ramiz. Sir bo'lsa kerak. Hozir. Assalomu alaykum, xolajon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling bolam. To'ylar qulluq bo'lsin. Buyurtma qilingan mebellarni olib keldik. Rahmat bolam. Lekin men mebelga buyurtma bermagandim o'g'lim. Bu bir sahiy insondan to'yona ekan. Olmasangiz xafa bo'ladi ekan. Qayerga tushirib beraylik? Lekin qanday bo'larkin bolam? Topganlari yaxshi kunlariga buyursin. To'ylariga buyursin.